Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan bugun Minecraft o'yinida qishloqni obzor qilamiz videosining ikkinchi qismini olib o'taman. Qani tayyor bo'lsanglar, qani ketdik. Videoni kuttirmasdan boshlab yuboraman. Videoni tomosha qilishingizdan oldin bitta podpiska bilan bitta like bosib qo'ysanglar, men xursand bo'lgan bo'lardim ancha. Qani ikkinchi qism. Biz birinchi qismda va shu binoni obzor qila olmagandik to'la. Hozir sizlarga obzor qilibgina beraman shu videoda. Mana kirdik, mana xonalari. Hamma xonalari ichi bir xil bezatilgan holda bo'lib, hozir ko'p kuttirmasdan tez bu xonali ham shunday. Mana va ikkinchi qavatga o'tadigan bo'lsak, hozir ikkinchi qavatda men xonalar, har bir xonalarni oldida bitta o'sha xonaning raqamlari, nechinchi xonaligini bildirib turish uchun o'sha raqamlar qo'yilgan mana. Hali to'liq bezatilmagan, hali endi bo'ladi. Mana bu xonalar ham shunday. Mana 3-etash. Bu domimiz 4ta etajdan iborat bo'lgan holda bitta tepada bitta balkon chasi ham bor. Tez ko'rsataman. Bular hali umuman bezatilmagan xona. Pastlikda mana bunday kravat qo'yilgan. Bo'ldi. Mana bu yerda balkon deb yozib qo'ygan mana. Mana balkonimiz juda chiroyli bezatilgan. Bemalol yotib dam olsa bo'ladi. Bu yerda chiroyligina manzarani tomosha qilib o'tirsangiz bo'ladi. Mana bu yerda ham bunday salom, hello degan so'zlar bor. Tunda bu yer juda chiroyli bo'ladi shaharchamiz. Hamda balkon, hamda suv, dengizlar, daraxt. Xullas, juda chiroyli. Hozir biz sizga ko'rsatsam, mana bu yerda mana pastdan chiqarish uchun narvonchamiz bor. Banner sifatida mana bunday qilib chiroyligina logolar bilan bezabgina qo'yib qo'yganmiz. Mana bu yerda bu uyni fermachasi va bu meni o'zim shaxsiy uyim. Mana hamma narsalar bilan bezatilgan chiroyligina shinamgina uy. Videoni ko'rayotgan bo'lsangiz bitta like va obuna bo'lib qo'ysangiz men xursand bo'laman. Mana bu yerda oshxona bor. Bu oshxonada ovqatlar pishiriladi, oshpazlar bor. Mana oshxonamiz. Hali tashqariga stul qilamiz. Albatta, uni ham keyingi videolarda joylashtirib boraman. Mana bu yerda oddiygina bir shiramgina kichkinagina uycha. Bu yerda aholi kirib bemalol yashay oladi. Keyin yana bitta o'chamiz bor. Xonacha, u kutubxona. Bu yerda qarang, mana bu yerlarda ham reels tortilgan. Poyezd ular yurish uchun kutubxona bor. Kutubxonada barcha odamlar kelib mazza qilib kitoblar o'qib, o'tirib, dam olib ketishi mumkin. Mana bizning shamgina kutubxonachamiz. Mana bu yerlarda ham chiroyli qo'yilgan, daraxt ekilgan. Mana bu yozuv ko'rinib turadi. Juda chiroyli shaharcha bor. Mana bu yerlarda poyezd relslari o'tgan. Keyingi videoda ham bu poyezd relslarini o'zim yasab shaxsiy qurilish, uy qurib, yanada shaharni rivojlantiramiz. Keyingi videoda albatta siz menga obuna va like bo'lib qo'ysangiz, obuna bo'lib qo'ysangiz, keyingi videolarni ham tez orada chiqarib boshlayman.
Mana qishloqimizda obzorini qilib bo'ldik. Qishloqimizga boshqa ishlar qo'ygani ham yo'q. Siz birinchi qismni ko'rmagan bo'lsangiz, albatta birinchi qismni ham ko'rib qo'ying. U kanalimda albatta turibdi. Va birinchi qismni ko'rsangiz va keyin tushunib olishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerlarni ham hozir anaqa qilib qo'yaman. Birdaniga. Albatta obuna bo'lib qo'ying. 50 ta obunachi bo'lishimizga atiga 30 tagina obunachi qoldi. 30 tagina obunachi bo'lsak, 50 ta obunachiga ega bo'laman. 50 ta obunachiga ega bo'ldim degani va men har kuni YouTube'da yangi stream qilishni boshlayman. Agarda men 50 ta obunachiga ega bo'lsam, shuning uchun obuna bo'lib qo'ying. Kuzatib boring meni, like'lab bosing. Shuncha beklet qilgan uchun men shuncha qurganman. Shaharcha, qishloqlar va keyingi videoda yangi qishloq izlay yo'lga chiqdik degan yangi video olaman. Yangi qishloq topaman. Minecraftda o'zida bo'ladigan qishloqlardan qidiramiz. Keyingi videoda yangi qishloq qidiramiz. Albatta, shu videoda 10 ta like yig'sa va shu videodan so'ng 5 ta obunachi kelsa, o'sha yangi qishloq izlab degan video chiqaraman YouTube'da kanalimda. Siz aktiv bo'lib turing. Like va obunani bosing. Unda do'stlar, video yoqqan bo'lsa, xayr, salomat bo'ling. Videom shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Obuna va like bo'lish esingizga chiqib